Bilasizmi, bugun men siz bilan bir necha masalada mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman, mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. Xo'sh, qanday masalada deysizmi? Unda eshiting. Birinchisi, osmonda ikkita dumi kalta kalkal xat, birining dumi oq kalta kalkal xat, birining dumi ko'k kalta kalkal xat. Oq kalta dumli kalkal xat ko'k kalta dumli kalkal xatga xalaqit qiladimi? Ko'k kalta dumli kalkal xat oq kalta dumli kalkal xatga xalaqit qiladimi? Keyingi masala, bir to'p tutning tagida bir to'p turib, bir to'p turibning tomiri bir to'p tutning tomirini turtib turibdimi? Bir to'p tutning tomiri bir to'p turibning tomirini turtib turibdimi? Siz bu haqda o'ylaguningizgacha keyingi savollarimni bersam. Nonga yasashasizmi, sholi sanashasizmi, osh pashshasi, pes pashshami, o'sh teshasi, soz teshami? Tovuq sovuqda sovuq qotadimi, sovuqda tovuq sovuq qotadimi? Uchuvchi suzuvchini uchratdimi, suzuvchi uchuvchini uchratdimi? Mayli, sizni ko'p qiynamay so'nggi yangiliklarga o'tsam. Bugun tushlikda pista furushning pista chaqib, teshik tishi tushmay, kentik tishi tushibdi. Namanganlik usta Musapoch pista furush nomini olgan bu odamning 63 putquch pistasi bo'lgan ekan. O'sha namanganlik usta Musapoch pista furushning 63 putquch pistasi bo'lsa ham, o'sha namanganlik usta Musapoch pista furush ekan. O'sha namanganlik usta Musapoch pista furushning 63 putquch pistasi bo'lmasa ham, o'sha namanganlik usta Musapoch pista furush ekan. O'sha namanganlik usta Musapoch pista furushning qizi shiringina shirchoyga shirmoydan bodirib turganida, o'g'li soatiga soatlab qarabdi. Yana bir o'g'li Sobirning sozli sahnada sof ovozli ekan. O'sha Sobir 8 ta sabzi sanabdi. Savatdagi sabzilar sarg'ayibdi, so'libdi. Saodatchi sabzilarni suvga solib qo'yibdi. Sojidayu Saodat sinfdosh va sirdoshlar. Ularning qo'shnisi Temur va yo'lchi temir yo'lchilarga aytib ko'rchi. Tandir tagidan tanga topgan tolib to'pni topib tepdi, g'olib to'pni tolib tepdi. Tolib to'pni tepib toldi, so'ngra uni